Boshladik. Mana shu odam meni xo'jayinim bo'ladilar. Bular Parkinson diagnoz qo'ygan doktorlar Parkinson kasali bilan kasallangan edi. Keyin biz eshitib qolib shu TNC mahsulotlarini foydasini, natijalarini eshitganimizdan keyin qabul qilishni boshladik. Men xo'jayinimga o'zim beraman mahsulotlarni. 3 oy bo'ldi hozir ichishga boshlaganimizga. Bu ikkinchi detoksga qatnashishimiz. Birinchi detoksda men o'zingiz ham ko'rdingiz-ku, harakatlari juda cheklangan edi, yurishga qiynalardi, oyoqlari qotib qolgandan keyin to'xtab qolardi-da yura olmasdan. Doktorlarga ko'rindik, bormagan joyimiz qolmadi, Turkiyalarga ham olib borib keldik-ku, lekin unaqa natija yaxshi bo'lmadi. Xullas mana 3 oydirki to'xtatmasdan mahsulotlarni ichib turibmizlar, berib turibman. Xudoga shukr, hozir yaxshi, mana yurib ko'rsatib beradi, o'zinglar ko'ringlar. Qanaqa yurardilar ilgari? Hassada yurarmidi? Hassasi bor edi, hassada yurardi. O'sha birinchi detoksdan keyin hassani tashladik. Hassasiz hozir o'zi bemalol yura oladi. Qani yura olishingizni ko'raylikchi, biz xalq ham ko'rsin. Yurib ko'rsatib bering bir yurishlaringizni. Chopsanglar chopaman. Judayam yaxshi, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga shukr, oyoqlarni ko'tarishlar. Ko'tarilmasdi oyoqlar, ha? Mashg'ulotlarda o'sha gimnastikalarda harakatlari bajara olmagan edi oldingi safar. Men ushab suyab turib, stul qo'yib yonlariga, bu safar Xudoga shukr yaxshi, mana alhamdulillah. Xudoga shukr. Avvalo Alloh izni bilan mana shu mahsulotlar bir sababchi, sizlar bir vositachi bo'ldinglar. Rahmat hammanglarga, boringlarga shukr. Qo'llar hammasi mana ko'tarilib, inshaalloh yana xudosi 3 oydan keyin yugurib beradilar, ko'rasizlar. Xudo xohlasa inshaalloh. Parkinson kasallari qanchasi og'irlashib yotibdi uyda, qimillolmasdan taxta bo'lib qolgan, ularga sekin-sekin yetadigan bo'lsanglar, marra bizaniki bo'ladi, xudo xohlasa ko'pchilikka yordam beradi. Titrab ketadi, titrab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yo'q mana. Xudoga shukr, mana alhamdulillah. Rahmat hammanglarga, boringlarga shukr. Hammaga tavsiya qilamiz. Hammaga shu TNC mahsulotlarni tavsiya qilgan bo'lardim agar bizga ishonsa. Mana ishoninglar, bu bor narsa, tabiiy narsa, mana ko'rinib turibdi. Jonli, bizda yolg'on yo'q. Borini gapirdim, borini aytdim. Yana Xudo xolasa natijalar bundan ham yaxshi bo'lsa, yana inshaalloh yana qolganini ham ko'rsatib aytib bera olamiz. Demak, mana shu Alloh oldida yuzimiz yorib. To'g'ri. Demak, bugungi 3 kunlik detoksdan ham ancha foydalar oldinga to'g'rimi? O'zim boya so'radim ataylabdan, hech kim yo'q. Sal o'zingizni yengil his qilasizmi? Foydasini bildingizmi desam, ha, ancha yengilman deb aytdilar o'zlari. Endi demak, uyga borganiga 21 kun parhezli ovqatlarni qilib turib, yana kalsiy mahsulotlarini dozasini ko'targan holatda davom etamiz va korreksiyalarni keyingi safar yana qilamiz. Keyingi safar uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat.